Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'zi yaqinda ko'rib turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi mislar, tanjo'larning sog'mi. Xudo xolasa bugun mana 6-mart, bismillahirrohmanirrohim dehqonchilikni boshladik endi. Ko'rgansizlar, go'ngni qalin qilib chachganman. Orqasidan keyin pasport, chatga qilib bir qop chachib yubordik. Kecha mana videoda ham bir ikkitasi kommentariyga yozib qolsa, telefon ham qildi. Go'ngga bir dori sepmaysizmi? Ichkarida qurtlar bo'ladi, ertaga ko'chatdi. Yeb qo'yishi mumkin dedi. Sepamiz. Yerda hayda bo'lgandan bitta sepdi, keyin dimlab qoldi. Ikki tomoni ochiqda, dori sepganimizdan 3 ketib qoladi. Ikki tomoni yopib turib, yerda hayda bo'lgandan keyin o'zimiz apparatimizni orqaga iladigan, o'shada chatga qilib sepib qo'yamiz, keyin dimlab qo'yamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, Bog'lasan traktorimiz tayyor xizmatga. O'tgan yildan beri yurgan yo'q. Endi hozir bir yurgizib ko'raman, tishlarni ham chatga qilib dapalnitini qilib uladim. Mana tishlarni ham. O'zali bitta tish mana bo'lsa ishlamayotdi. Ikki tomondan uladim. 1 metr bo'ldi-da. Shu tomda borgandan keyin yengil borib kelavermaylik. Shunday 1 metrda olib ketsa, bir borib kelsangiz o'sha mana qator tayyor bo'ladi. Keyin qatorga o'tiladi, keyin qatorga. Yana bir boshdan boshlaydi degan insonlar ham bor. Hozir uni yurgizib olib turib, nari chekkadan boshlayman, xudo xolasa. Shu chekkadan borib kelib, keyin manimdaqasiga yuraman degan. Keyin manimdaqasiga ham yurib, manimdaqasiga ko'ndalaygan, aynalib yurib, bugun mana shu go'ngda sizlar bilan birgalikda mayda-mayda turpoqlar bilan aralashtirib haydaymiz. Keyin 1 kun yarim kun turgandan keyin turpoqni sal selgiydi-ku, keyin ikki tomonni yopib turib, bitta dorini sepiladi. Bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim traktor yurgizib ko'rib yurmagan traktor ham endi yurgizib ko'ramiz endi. Mana o'chiradigan oldin olgan paytimda nariyadan bunday qilib turib yoqilardi. Endi iloji yo'q. Qo'ldan bunday qilib o'chiryapmiz. Endi sekin-sekin tashlab ketar ekanda. Umuman ishlatmasangiz esingizdan ham chiqib qolganda qaysi tomonda qaysi turadi. Moylarni tashladik, benzin to'ldirdik. Hop. Bu yerda pasosi bor, pasosni tortdik, buni ham tortdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rdek obunachilar. Hani traktor yurdi, bittada yurdi. Mana gazi. Gazi ham bo'shab qoldi. Tagi bilan qimilyapti. Bunga patrib qo'yish kerak. Patrib qo'yish uchun ochib traktorimiz qiziguncha yavalan ko'rib qo'yamiz obunachilar. Patrib qo'ysak o'ta qatib ketdi. Sal bo'shatib qo'yish kerak ekan. Yo'qsirab qolganmi deyman obunachilar. Buni men qolib turamiz endi. Allah'ım dehqonchilarga ilohi baraka bersin. Allohu akbar. Baxtlilar.
buyam odam bir boğib Arkadaşlar, bu birinchi haydashimiz mana. Birinchi haydaganimizda mana shunchalik bo'ldi. Mana. Hozir bir borib kelamiz. Bir qator polni haydab bo'lganimizdan keyin ikki qator, uch qator qilib mana go'nglar bor-ku, maydalanib turpoqqa qo'shilib ketadi. Polni. Hozir bir qator polni haydab bo'lganimizdan keyin ikkinchi qatorga keyin mana bunaqasiga haydaymizda. Assalomu alaykum. Yaxshi. Go'nglardan maydalab boryapti. Sahro buyam odam buyam odam oyog'i qo'l vujudlar bir netay Allah ko'ngil har xil oyog'i qo'l vujudlar bir netay Allah ko'ngil har xil bir kulmak bir daryo buyam odam buyam odam bir kulmak bir daryo buyam odam buyam odam birini mehriga zorman va gardiga xaridorman birini mehriga zorman va gardiga xaridorman bir dildan gapi Allah buyam odam buyam odam birdan saqlasin Allah buyam odam buyam Xo'p, hurmatli obunachilar. Mana haydaman bo'ldi yerlarni mana. Endi asosiysi qoldi. Mana bunaqasiga haydaymiz. Chatga qilib go'nglarni maydalab go'ng o'xtab topolmaydigan darajada qilib tashlaymiz. Bu tomonga haydaymiz ozgina dam olaylik. Qo'miy ish oson emas. Dehqonlarga rahmat. Shuncha yetishtirib odamlarni og'ziga borib qo'yadi. Gap yo'q. O'tgan yili Germaniyadan tuxum chaqirtirgandim. 20 ta. Hali eskilar aytadi-yu, cho'jani kuzda sanaymiz deb. 3 ta qoldi. Oson emas bir kichkina cho'jani voyaga yetkazib, undan tuxum olishni o'zi bo'lmaydi. Mana hozir kamera o'taman. Germaniyani to'g'lari Oxun kanalini Tbilisida sayr qilib yuribdi. Endi haligi qo'yib yuborgan joyim chivalchang, bu narsalar yesin deb qo'yib yubordim-da, mazaq yurishdi mana. Hurraz dedim, hurrazg'ayni. O'ta yirik. Bu makan nima yurtdi makan mana. Makan Germaniyadan kelgan tuxumlar. Tuxum kirib qoldi, bostirib qo'ydik, chiroyli qilib bostirib qo'ydik. Xudo xolasa yana bir 2 haftada oshib chiqadi. 30 bitta bostirdim. Ne qaragan, tayda ko'p tuxum bo'lgan. 30 ta bostirgim yetardi deb bittasini urib yubordi. 30 tani bosib yotibdi endigimiz. Pokistondan kelgandan ham bostirib qo'ydim. Sultondan, Atakadan, Yaponlardan. Yaponskiy shamo deydi-yu. Shulardan bostirib qo'ydik. Endi hozir Allohdan o'zimga chiroyli bir kuch-quvvat tilayman-da.
Endi mana bunaqasiga boshlaymiz endi. Bunaqasiga haydab bo'lgandan keyin hozir bunaqasiga haydadikda. Endi bunaqasiga haydayman, chunki uni turbilatadigan marzalar bor-ku. Marzalarni ham yeyib olishim kerak-da. Xo'laysan o'sha go'ngni mana shunday qoldi hozir go'ng. Go'ngni maydalayman. Mayda qilib oqtarib topolmaydigan darajada qilib maydalaymiz. 5-6 marta qabaqa yurib qo'ysak foydasi bor, ziyoni yo'q, foydasi bor. Yerim sal selgiydi, ha? Keyin bunga ariq olish kerak. 2,5 ga qilib ariq olish kerak dedi. Endi kelib ko'rsatib beradi-da, ko'rsatib bersa o'shanga qarab chiroyli qilib qovunga joy tayinlaymiz. Qovun ekish ham oson emas ekan. Nimaga desang, ariqda bo'lgandan keyin istakanda ko'm chiqar ekan. Keyin tagiga kilonka deydi, keyin ustiga mana bunaqa kilonka o'zi teplisa. Teplisa ichidan bunday qilib turib o'ralar ekan. Ashaqa, mayli qilaveraylik-a, birga bo'lib qolar. Parandalar maza qilyapti. To'g'rilar ham bir 7 xona xazinani biri deydi, to'g'ri-da. Ular ham tirikchilik qilyapti, qaranglar. German zotlar. Biz to'g'rilardan farqi bor-da, obunachilar. Fizionomiyasi ham juda boshqacha. Endi ashalar narigi o'rtadagi to'g'ri o'tlarni ko'ryapsizlar-ku. Hozir keyingi haydaganda mayda-mayda bo'lib ketadi, ko'rasizlar. Chayotga qilib haydaymiz. Dog' to'ylab olsam sekin turdim endi. O'tirsa ko'tga yog'ar deydi, ha? O'tirmaylik, ishlaylik. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydi. Allohdan o'zimizga kuch quvvat deymiz, haydab qo'yamiz endi. Bugun yakuniga yetmasam bo'lmaydi. Ertaga sal selgiydigan bo'lsa, chayotga qilib yengil apparatda dorini sepib qo'yamiz. Shuni 2 kilonga tushiramiz. Yer tayyor. Keyin mutaxassis chaqirsak, mutaxassis qanaqa ariq olishlar ko'rsatib bersa, o'shaga qarab ariqda olamiz. Hozir qovun ko'chatlarimiz ham bunday deb qo'ygan. O'sha mutaxassisning uyida, xonadonida. Bu ham kichkinagina teplitsa chaqgan, o'shga pechka qilib qo'ygan. Bugün borib ko'rib keldim. Qovun urlov pashtaga urib qo'ygan. Endi kimlardir balki misol uchun ekishni boshlagandir, lekin men hali ekkanim yo'q. Endi patpulonkalar endi ekadi. 10 kun ichida ekishni boshlaydi. Biz hali ertaroq ekaveramiz. Mana shunaqa. İşte boshladik. Hurmatli obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ko'ryapsizlarmi? Vatan tuprog'iga qo'l qanchalik kelyapti. Yumshaqqina bo'ldi. Mayingina. Gap yo'q. Yops. Xarid chiqyapti obunachilar. Buni haydab bo'lgandan keyin hozir o'rtasiga keldim. Yo'q, buni haydab bo'lgandan keyin yana bunaqasiga haydaymiz. Nima deysizlar? Mana bunaqasiga bitta haydab boramiz. Lekin o'ta mayin bo'ldi. Ko'z tegmasin. Ha, xo'rozim.
Bo'ldimi? Aynan bo'ldaymi? Yumshab qoldi. Ana shunaqa gap. Hormayn degan insonlar uchun rahmat. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Peshana teri deydi-yu. Shu bo'lsa kerak-da. Mehnat tag rohat deydi. Odamni sog'ligiga ham foydali mehnat. Mehnat qilib turish kerak. Ota-bobolarimiz 90-95 kirib olamdan ko'z yumgan. Lekin o'sha yoshigacha tinmay mehnat qilishgan. Mehnat qilsangiz kasal bo'lmaysiz. Ana shunaqa gap. Bo'lmasam sizlar bilan xayrlashamiz. Men qolgandan davom etkizib qo'yay. Odamga haydab bo'lgandan keyin kemamni qasiga haydab qo'yaman. Shu bilan ozgina selgiydi, xudo xolasa. Sal selgandan keyin ikki tomonni yopib, cho'tka qilib. Yer omonligi o'ta yumshoq bo'lib ketdi. Mayda bo'lib ketdi. Gap yo'q. Yursiz ayaz bo'ladigan darajada bo'lib ketdi. Mayim bo'lib ketdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr. Hammalarga rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlarga shu qovun ekish jarayonini ham, joylarni tayyorlash jarayonini albatta video tarqatib ko'rsatib boraman. Bu kimlargadir foydali. Chunki menga o'xshab endi qovun ekaman deb yurgan insonlar bo'lsa, albatta mana shu videodan o'ziga kerak narsalar olishi mumkin. Sog' bo'linglar.